Salom. Salut. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bor, yo'lingdan qolma. Yaxshi qiz. Sразу aytib qo'ya qol. Bu yoqda tramvay yurmaydi. Sava. Dunyoni torligini qarang-da. Menga olishim shartmi? Sal. Xo'sh, nima qilamiz? Muzqaymoq yeymizmi, parkka boramizmi, kinoga tushamizmi yoki parkka boramizmi? Ajoyib ekansiz-ku. Borishim shartmi? Siz ham mendan qolishmas ekansiz. Bilib olganingiz shartmi? To'g'risini aytsam, anglishni rasqo'y. Lekin nima qilay, odat shunaqa. Odat? Qanaqa odat? Rasm-rusum, urf-odat. Kuyov bola degani kelin bola bilan svidaniyaga chiqadi. Muzqaymoq degandek, pichir, vali, sariq gul, qizil gul, balobatlar. Keyin to'y bo'ladi. To'ydan keyin bola chaqa, ola xurjun. Choyni uchgan, piyola singan. Xullas juda ham zerikarli holat. Siz hali kuyov bo'laman deng. Ha. Haligi ismingiz? Ismim Alisher. Он же Лёша. Он же Алёша. Он же Алыш, 41-chi kalish. Он же сладкий чупа-чупс va Binkvetlik сладкая парочка. Xullas taxalluslarim juda ham ko'p. Unda Jahongir kim? Men Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Jo'xa deb chaqirishingiz mumkin. Jo'xori deb chaqirsam-chi? Voy, siz uchun baloga ham roziman. Juda ham tajribali kuyov ko'rinasiz. Вообще, между прочим, bu paxta qo'yish emas-ku. Lekin shuncha qizlar bilan uchrashgan bo'lsam ham siz haligi eng xullas menga qolsa uylanib qo'ya qolardim. Qulog'im tinchirdi. Siz hali menga qulog'ingiz tinchishini o'ylamoqchimisiz? Bir nima deyishga hayronman. No. Chidasa bo'ladi. Mayli, roziman. O'zingiz ham o'lib turgan ekansiz-da, ya. Nima? Hazır, uzun. Menimcha, siz men kutayotgan shahzodani xuddi o'zginasiz. Ketdikmi? Hop, nima qilamiz? Parkka boramizmi, muzqaymoq yeymizmi yoki kinoga tushamizmi? Hammasini qilamiz. Navbat. Birinchi parkka, keyin kinoga, keyin muzqaymoq yeymiz, keyin klubga boramiz. Bo'ladimi? Rasm-rusumlarimizga to'g'ri keladimi? To'g'ri keltirib boramiz. Juda ham chiroyli gul tanlabsiz.